Allo, so'nggi qatga mashina. Shofir kerak edi. Yangi mashina kerakmi? Ha, yo'q, dastlabki kerak bizga. Gavxonada nima bora? Ha, bitta qiz bor, o'sha shuni olib kelish kerak. Shuni Voy, tavba qilsang. Padron so'rayapsiz sizdan. Ha, padronni so'rayman-da. Yo'q, qizlarni dastavka qilishmaydi-da, aka, bizda. Yo'q, men sizga aytdimki, dastavka dedim. Dastavka. Ha, menam dastavka nima deyapman? Siz qiz deyapsiz. Ha, nima deyapti? Yo'q, yegulimi, spirtnoymi? Agar spirtnoy bo'lsa, ichida namozxonlarimiz bor. Yo'q, yeguli. Ha, nimaga bo'lsa qizni deysiz? Menga sababi magazindan. Ha, o'sha magazindan nima desam qiz deyapsiz. Просто sizlarda ertaga o spirtnoy olib kelish keraksa, u qanaqadir uslugalar oshib ketdimi, shuning uchun menga spirtnoy kerak, просто bunaqa demodim sizga. Bitta zakazdan kilometrga olasizlar xolos, agar spirtnoy bo'lsa sizlar ham narxlarni oshib ketmaydi ish qilib. Yo'q, nimaga oshadi? Chunki dastavkaniki alohida 14 ming bilan boshlanadi. Minimalkasi. Hali 4 ming 7 ming dasmi? Yo'q, 14 ming aka, minimalkasi 14 ming. Bo'ldi. Yaxshi, sizlar tortishgan shu oldim. Nima bu kesadi? Ha, o'sha endi aroqqa ayamaysiz-u, yo'lkiraga ayaysiz-a.